Uchko'prik tumanining Palaxon qishlog'ida joylashgan Yigitali ota choyxonasida O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy bo'limi rahbari Abdumannob Rahmonov tashabbusi bilan iftorlik dasturxoni yozildi. Men Farg'ona viloyati Nogironlar assotsiatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy bo'limi vakiliman. Mana biz hozir nogironlarimiz uchun iftorlik dasturxonlar yozyapmiz. Ramazon oyi nafaqat ibodat, balki xayr-saxovat oyi. Mana shu homiylarimiz bizga yaqindan yordam berishyapti. Shularning tashabbuslari bilan mana nogironlarimizdan bir 70 nafar nogironligi bolalarga iftorlik dasturxon yozib sovg'a salomlar qilyapmiz. Bizni betimizda mana sovg'a salomlar olishimizda mana shu Uchko'prik tumani Boboshbek bozori tadbirkorlari ham juda ko'p qo'llab-quvvatlashib bizni sovg'a salomlar bilan ta'minlashdi. Bu yerga yig'ilganlar iftorlik duosiga qo'l ochib, avvalo yurtda tinchlik, osoyishtalik hukm surishini, barcha insonlar sog'-salomat yashashini so'radilar. To'kin dasturxon ustida o'tgan qiziqarli suhbat va yaxshi niyatlardan so'ng yig'ilganlarga homiylar tomonidan taqdim etilgan sovg'a salomlar topshirildi. Shu kuni 70 dan ortiq insonlarga xayr-saxovat ko'rsatildi.